Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Uyğur Qurultayının ən əsaslı qurğucu əzalarının biri Bütkül hayatını Uyghur xalqının erkinligi, hörligi ve milli müstakilligini qo'lga keltirish ko'rishiga atgan jangovar ustozimiz, milliy ko'rishimizning Qirg'izistonda simvollashgan mashhur shaxslarimizning biri ve Qirg'iziston Uyghur jamoatining ko'rkamlik arbobi Tursun Islom apandimning 2022-yili 5-oktyabr kasallik sababi bilan 86 yoshida Bishkekda vafot bo'lganligi xabari har qaysi ellarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni cheksiz azoblantirdi. Dünya Uyghur Qurultayı Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi, Uyg'ur Akademiyasi, Uyg'ur Kishilik huquq qurilish qatorliq ko'plagan tashkilotlarimiz maxsus ta'ziyanoma e'lon qilib, marhum ustozimizga Allohdan rahmat, oilasidagilarga sabr tiladi. Yani köplagan siyasi faoliyatchilarimiz ve Uyg'ur qarindoshlarimiz turli ijtimoiy taratqular orqali ta'ziyalarini ifoda qilib, marhum ustozimizga bo'lgan cho'nqur hurmatini bildirishdi. Namozlarda bo'lsa ustozimizning ro'yi uchun Fatiha o'qishdi. Dünya Uyghur Qurultayının reisi Dolqun Eysa Efendim 5-oktyabr merhum ustazımızın vafat münasibati bilan Qurultay nomidan e'lon qilgan ta'ziyanamada mundaq deb ko'rsatdi. Bütkül hayotini milliy ko'rishimizga atagan milliy ustozimiz Tursun Islom akamizning vafot bo'lganligi xabarini anglab cheksiz qayg'urdik va azoblandik. Cenab-ı Allah merhum ustazımızın makanını cennet, royini şad kılsın. Bu münasebet bilen merhum ustazımız Tursun İslam'ın ailesinden, cümleden bütün Kırgızistan Uyghur cemaatinden samimi hal sorayımız. Merhum ustazımız Tursun İslam'ın vafatı milletimiz ve milli körüşümüz için zor bir yokutuş oldu. Biz merhum ustazımız Tursun İslam'ını her zaman çeksiz söygü ve sevginiş içinde yad etimiz. Ve merhum ustazımızın köreş iradesi varislik kılıp Uyghur halkı ta ki milli müstakilliğini esli keltirgen kadar körüşümüzün davamlaştırımız. Dünya Uyghur Qurultayının teşkili hizmetlerine mesul muavin reisi Ferhat Yorunqaş efendimmi bu münasebet bilen istansımız kılgan sözüde milli ustazımız Tursun İslam'ның milli birlikimizni qoğdab qilish, teşkilatlarımız ve siyasi faaliyetçilerimiz o'rtasidagi özara ittifaqlıq ve hemkarlıqni kuchaytirish, shundaqli Sharq Turkiston xalqining xalqarodagi eng yuksak vakillik organi hisoblangan Dünya Uyghur Qurultayini teşkili ve ijtimoiy jihatdan kuchlantirishni o'zining eng asosli vazifasi qilib kelganligini 2004 yıldan tartib her növbetlik qurultayga uda vekil bulup saylangan merhum ustazımızın en ahir qitim yaşlanıp qalğanlıqqa qarmay 2017 yılı Germaniyanın München şehrida çaqırılgan 6. növbetlik Dünya Uyghur Qurultayıga vekil sübütida qatnaşıp, Qurultayının Dolqun Eysa reislikidagi yosh bir avlod rahbarlik heyetiga bo'lgan qo'llashni ifoda qilganligini, milliy kurash sepimizdagi bir go'har hisoblangan milliy ustozimizning vafotining haqiqatan butun Sharq Turkiston xalqi uchun zo'r bir yo'qotish bo'lganligini ifoda qildi. 1936 yılı G'uljida tug'ilgan ve 1955 yılı Qirg'izistonga hijrat qilib chiqqan milliy ustozimiz Tursun Islom muhojiratga butkul qarindoshlarimiz, bo'libmi yoshlarimiz ulgilishga tegishli yuksak irodalik qaysar, o'zining sharafli g'oyasidan ve nishonidan aslo voz kechmagan, toki tiniqining oxirgacha milliy ko'rishimiz uchun xizmat qilgan milliy davoyimizning g'olliq to'riklarining biri edi. Merhum ustazımız meyli Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqining qurilishida bo'lsin ve 2004 yılı Dünya Uyghur Qurultayının qurilishida bo'lsin aktiv rol o'ynagan, o'z intayin prinsipchi, mas'uliyatchan ve aqko'ngil shaxs bo'lgani uchun Dünya Uyghur Qurultayı ve Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqining taftishi bo'lib xizmat qilgan edi. Bugun, yani 6 oktyabr peshin namozdan keyin Bishkekning Sevo-Vostok mahallasidagi jamida merhum ustazımızning janoza namozi o'qilib Uyg'ur qabristonligida yerlik qo'yildi. Janoza namoziga Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqining asosli mas'ullari, Dünya Uyghur Qurultayının Qirg'izistondagi vakillari, Qirg'izistonning har qaysi Uyg'ur rayonlarining oqsoqollari, yigit boshlari va Uyg'ur jamoatlaridan bo'lib intayin ko'p sonli kishi qatnashdi. Qirg'iziston Uyg'ur ittifoqining mas'ullari har qaysi ellardagi tashkilotlarimiz tarafidan yo'llangan ta'ziyanomalarni dafn marosimida marhum ustozimizning oilasidagilarga va jamoatga o'qib berdi. 4 oktyabr atalmış Abdunum rayonluq təşviqat işxanası yuqumning oldini olish xizmatlari haqidagi axborot e'lon qilish yig'ini chaqirgan. Mazkur yig'inda Sharq Turkistondagi yuqumning sirtqi tarqalishini tizginlashga doir ma'lumotlar berilgan. Ya'ni yerlik doiralar bu qatimliq yuqum ahvolini Sharq Turkistondagi tarqalish surati eng tez, tizginlash eng tez bo'lgan bir qatimliq kasallik ofati deb baholagan. Mazkur axborot e'lon qilish yig'ini bilan tangla Sharq Turkistondagi har qaysi shaharlarda orqa-orqadan kishilarning Xinjiangdan ayrilmasligi haqida uqtirish tushirilgan. Xitoy
Xitay dairələri başquruşidagi Tangırtaq toruning 4 oktyabrdagi xəbərdən qaraganda, yuqumğa aloqador mazkur axborot e'lon qilish yig'inida Sharq Turkistondagi 2 oydan buyon elib berayotgan yuqumni nolga tushirish qamal siyosatining natijasiz bo'lganligini qisman e'tirof qilgan. Ammo bu xil natijasiz qamal siyosatining sabablarini bir qancha nuqtalarga yig'inchoqlagan. Ya'ni yuqum ahvolini tekshiradigan xodimlarning kasbiy xodimlar emasligi, bu sababdan yuqumni tekshirish sifatining nacharligi, biologiyalik uchurlarni yig'ish mashg'ulotining sifatsiz bo'lib qolmay, tajribaxonaga kechikib yetkazilishi, texnikalik bo'lmasligi, biologiyalik uchurlarni yig'ishga mas'ul xodimlarning bu jarayonda yuqumlanish ahvolining kelib chiqishi va hokazolar. Lekin mayli qandoqli sabab ko'rsatmasin, atalmish yuqumni nolga tushirish siyosatining mag'lub bo'lganligini yerlik doiralar o'zi e'tirof qilgan. Ma'lumki, Sharq Turkistonda atalmish yuqumning oldini olish nomidagi qamal tadbirlarining davom qilayotganiga 2 oydan oshdi. Bu jarayonda nurg'un o'lim yetim, og'riq-siloq va og'ir ocharchilik hodisalari ko'rildi. Shundaqdam atalmish yuqum ahvoli to'van bo'lgan bir qism rayonlardan boshqa joylarda qamal yanada davomlashaverdi. Hatto bu jarayonda turli qiyinchiliklarga uchrab, Weibo, Douyin qatorliqlarda ovoz chiqarganlarni soqchi doiralari soqchi uchur tarqatganligi bilan tutdi. Hamidi. Ammo shuncha qattiq tadbirlar ostida atalmish yuqum yanada nolga tushmasdan aksicha bugun butkul Sharq Turkistonda umumyuzlik tarqalganligi xabar qilindi. Ya'ni bu 2 oy jarayonida ochliqdan o'lgan, davolanolmay o'lganlarni, tortgan iqtisodiy ziyonlarni hisob qatganda Xitoyning bu qamal siyosatining mag'lubiyat bilan emas, tragediya va jinoyat bilan oyoqlashadiganligi zo'r andish yaratmoqda. Dünya ko'z tikayotgan Xitoy Kommunistik partiyasining 20-navbatlik umumiy vakillar qurultayining 2-kuni, ya'ni 17 oktyabr kuni Dünya Uyg'ur qurultayi, Norvegiya Uyg'ur komiteti va Uyg'ur adliya arxiv ombiri birlikda Norvegiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoy kommunistlarining vatanimiz Sharq Turkistonni ishg'ol qilgan 73 yildan buyon elib borgan jinoiy qilmishlar haqida cho'ng tipdagi guvohlik berish yig'ini o'tkazishga tayyorlanmoqda. Yig'inda Yevropadagi lager shohidlarimizdan Gulbahor Jalilova, Qalbinur Sidiq, Ömer Bekali, Gulbahor Xotivaji, Sayragul Savutboy, Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jeffrey Nice va Markaziy Washingtondagi kommunizm qurbonlari xotir fondining tadqiqotchisi Dr. Adrian Tens qatorliqlar maxsus guvohlik berdi. Buningga parallel holda Norvegiya parlamentining binosi oldida Xitoyning irqiy qirg'inchiligi tasvirlangan rasm ko'rgazmasi, axborot e'lon qilish yig'ini va Norvegiyadagi qarindoshlarimizning qatnashida namoyish o'tkaziladi. Bundan boshqa yana yuqorqi bilan o'xshash mazmunda Dunyo Uyg'ur qurultayi tarafidan 10 oktyabr Germaniya federal parlamentida guvohlik berish va parlament binosi oldida ko'rgazma o'tkazish faoliyati uyushtirildi. Ve bu faaliyet Berlin'de 5 gün devam kılıdı. Dünya Uyghur Kurultayı'nın reisi Dolqun Eysa Efendim bu münasebet bilen istansımız kılgan sözü de, bütün dünya yakından küzütüatkan Xitay Komünistik Partiyasının 16. oktyabr başlanılan 20. nöbetlik umumi vekiller Kurultayı'nın harpısıda ve yığın jarayonida Berlin'de ve Oslo'da ötküzüldüğün yukarı faaliyetlerinin Xitay Komünistlerinin vatanimizni işgal kılgan, 1949 yıldan bu yan halkımız yürgüzüatkan jinoiy qilmishlarni xalqaro jamoatchilik yana bir qatim eslatib o'tishning yaxshi fursat ekanligini, şoňa Germaniyada yaşayotgan qarindoshlarimizning 10 oktyabr Berlinda başlangan faoliyetga ve Norvegiya ve başka Şimali Avrupa ellerinde yaşayotgan qarindoshlarimizning 17 oktyabr Oslo'daki Norvegiya parlamentida o'tkazilgan faoliyetga aktivlik bilan kelib qatnashishini umid qilganligini ifoda qildi. 10 necha musulmon tashkilotidan tashkil topgan bir xalqaroliq musulmonlar birlashmasi Malayziya va Indoneziya tashqi ishlar ministrlariga xat yozib, ularning 6 oktyabr kuni BDT kishilik huquq kengashida Uyg'urlar vaziyatini muzokara qilish to'g'risidagi taklif loyihasiga qo'llab ovoz berishni talab qildi. Bu tashkilotlar xatida BDT kishilik huquq oliy komissarining Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlar uchrayotgan dafsanchilik, xalqaro jinoyat, bo'libmi insoniyat qarshi jinoyat tashkil qilishi mumkin deb e'lon qilinganligini bildirib, biz sizlarni kishilik huquq kengashidagi harakatinglar orqali mas'uliyatinglarni ado qilishga undaymiz degan. Bu murojaat Uyg'urlar masalasini muzokara qilish to'g'risidagi taklif loyihasini qo'llaydigan davlatlar bilan uningga qarshi Xitoyni qo'llaydigan davlatlarning ovozi tanglashib qilishdek nozik vaziyatda biror davlatning bu taklif loyihasini qo'llashi yoki uningga qarshi ovoz berishi Uyg'urlarning kelajak nuqtasidan bir tarixiy burilish nuqtasi bo'lib qoldigan bir paytda e'lon qilindi. Malayziya bilan Indoneziya Uyg'urlar masalasida Xitoyni ranjitib qo'ymaslik, betaraf turish yoki sukut qilish siyosati tutib, BDTdagi munozirlardan o'zini qochirib kelgan. Hatto atalmish terrorlik masalasiga chetishlik delolarda Xitoyning tarafini tutgan. Indoneziya tiq yaqindala terrorlik chetishlik deb qamoq hukmi qilingan bir Uyg'urni qamoq jazosi to'shqandan keyin Xitoyga o'tkazib bergan edi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultayi to'r televiziyasining kundalik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishayli. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang.
Xeyr xoş.